Assalomu alaykum. Endi sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz 80-mavzu aralash kasrlar mavzusi hisoblanadi. Biz o'tgan darslarda o'tdik, noto'g'ri kasrda o'tdik, to'g'ri kasrda o'tdik. Shuni noto'g'ri kasrda olaylik. Masalan, qarang, 30 taqsim 7 ni olaylik. Buni biz bilamiz. Mana bu kasr chizig'i bo'lish ifodalaridir. Bo'lib olamiz, ustun shaklda bo'lib olaylik. 37 ga bo'laman. 4 ta bor. 4 kare 7 28 ayirsam 2. Qarang, mana shu joyda buni bunday yozsa bo'ladi. 30 ta bo'lak 7 tadan deganda 4 ta butun va 7 ga bo'lingan u 2 ta bo'lak ortib qolgan degandaqa mana bunaqa ko'rinishda yozish degan narsa bor. Mana bu qismi butun qism bo'ladi. To'g'rimiz. Mana bu 2 qolgan bo'lak. Umuman olganda mana bu 7 dan 2 kasr bo'ladi. Bu yerda butun va kasr aralashgani uchun aralash kasr deb ataladi. Hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Misollarda yaxshi tushunib olasizlar yana ham. Xo'p, misolga qaytdik. Birinchi misol. Dastlab faqat to'g'ri kasrlarni, keyin esa faqat noto'g'ri kasrlarni o'sish tartibida ayting. Qanday so'zlar hosil bo'ldi, deyapti. Qarang. Birinchi faqat to'g'ri kasrlar aytishimiz kerak ekan. Bu to'g'ri kasr P. Bu ham to'g'ri kasr, noto'g'ri kasr, to'g'ri kasr, to'g'ri kasr, noto'g'ri kasr, noto'g'ri kasr, noto'g'ri kasr. Demak, bu nima bo'ladi? P A Z L. P A Z L. Qolgani bu noto'g'ri kasrlar L E Go chiqyapti. L Go. Hosil bo'lgan so'z puzzle Lego. Bo'ldi. Keyingi misolga o'tamiz. 2. Har bir pizza qanday qismlarga bo'lingan? Har bitta pizzani 1 2 3 ko'kka o'tib olaylik. 1 2 3 4 5 6 ta. Bu yog'i ham bo'lib turib 12 ta bo'lakka bo'linyapti har bittasi. Bu yerda qanday bunday qismlar nechta? 12 ta 12 ta. Mana bu yerdan nechtasi olingan? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 tasi turibdi, qarang. 12 ta 12 ta 24 ta 10 ta bilan 34 ta bo'lyapti. Umumiy 34 ta 12 tadan bo'lyapti. Ularni kasr ko'rinishda ifodalanadi. Bu yerda qancha butun pizza bor? Qarang. 34 12 ga bo'lsam 2 butun 12 dan 10 bo'ladi. Xuddi tepadagidaqa qilib bo'lsam 34 ichida 2 ta bor qilib. Bu nima degansi? 2 ta butun pizza va 10 ta bo'lagi bor 12 taga bo'lingandan degan holati bo'lyapti. Endi mana bu yerda xuddi shuni aralash kasrda tushuntirib o'tyapti. Mana bu qism aralash kasr, bu qism noto'g'ri kasr ko'rinishi. Ya'ni nechtadir butuni bor bo'ladigan bo'lsa, u yog'ini aralash kasr qilishga o'tiladi. 3-misolda ko'rib chiqamiz. 3-misol. Rasmdan foydalanib sonlarni noto'g'ri va aralash kasr ko'rinishida yozing. Mana namuna berib qo'yapti. Bu misolga o'tamiz. Bitta shakl 4 ga bo'linyapti. Jami hisobda 14 ta bo'lak bor. Demak, bu 3,4 dan 2 bo'ladi. Mana bunda 3 tadan bo'lakka bo'linyapti. Umumiy hisobda 10 ta bo'lak bor. Bu degani 3,3 dan 1. Bunisida har bittasi 5 tadan bo'lakka bo'linyapti. Umumiy hisobda 24 ta bor. Bu degani 4,5 dan 4. Mana qarang. 4 ta butun bor rostdan, 5 tani 4 tasi bor xolos. Bo'ldi, mana 3-misol ham tugadi. Endi 4-misol. 1 kvadrat santimetr 4 ta katakdan iborat. Ushbu shakllar yuzi kvadrat santimetr deb ifodalanadi. 1 santimetr kvadratmi 4 ta katak. Bu 4 dan 1, bitta katak xolos. Bu 3 ta 4 tadan, mana bu 4 tadan 5 ta va bu 1,4 dan 1 degani. Mana bu 4 tadan 6 ta va bu 1,4 dan 2 degani. Bunisi 4 tadan 5 ta va bu 1,4 dan 1 degani. Mana bu yerda 4 ta, 4 ta, 4 ta, 2 ta. Umumiy hisobda 14 ta. 14 taqsim 4 va bu degani 3,4 dan 2 degani. Mana anaqa qilib chiqdik. Aralash kasr ko'rinishda ham yozib chiqdik. Eng keyingisi jadvaldan teng sonlarni toping deyapti. Bu tomonda biz to'g'risini topadigan bo'lsak, pastdan shunaqasi chiqadi. 28 ni 5 ga bo'laman. 5 ta butun bor. 5 ga bo'lyapman turib turadi. 3 qoldiq qolyapti. 5,5 dan 3. Uni sherigi kim? Mana bu. Mana billa qilib qo'ydim. Keyingisi 15 ta ichida 6 taligidan 2 ta bor va 3 qoldiq qoladi. 2,6 dan 3. Demak, bu ekan sherigi. Keyingisi 18 ichida 5 taligidan 3 ta bor. 5 u 3 qoldiq qoladi. 3,5 dan 3. Mana bu yerda ekan, birinchisi ekan. Keyingisi 36 ni ichida 3,10 dan 6 qoldiq qoladi. 3,10 dan 6 mana bu yerda ekan. Va oxirgisi 26 ga bo'ladigan bo'lsam 3,6 dan 2 ta qoldiq qoladi. 3,6 dan 2 mana hammasini moslashtirib qo'ydik. Bo'ldi. 5-misolimiz ham tugadi. Keyingisiga o'tamiz. 6-misol. Bir xalta unning massasi 6 kilo. Uning 12 dan 1 qismi somsaga, 12 dan 7 qismi esa mantaga ishlatildi. Xaltada qancha un qoldi deb savol so'rayapti.
Qarang, biz 12 dan birini topishimiz kerak. 12 ga bo'lishimiz kerak, lekin 6 12 ga bo'linmaydi. O'shuning uchun bu kilodan grammga o'tib olamiz. 6000 gram. 6000 gramda endi 12 dan bir qismi, ya'ni 6000 ni bo'lib olamiz 12 ga. Natijada chiqadi 500 gram. Demak, somsaga 500 gram ishlatilyapti. Endi mantiga 12 dan 7 qismi, 12 ga bo'lganimizdan keyin 7 ga ham ko'paytirishimiz kerak. Bu degani mana 500 ni 7 ga ham ko'paytirib qo'yaman. 3500 gram bu mantiga. Xaltada qancha un qoldi deyapti. Jami 6000 edi, ketyapti 500 va 3500 ketyapti. Bu degani 6000 dan ketyapti 4000, qolyapti 2000 gram. Bizda kiloda so'ragan bo'lishi mumkin. Kiloda 2 kilo bo'lib qolaveradi. Mana javob chiqdi. Avval gramga o'tib oldik va oxirida javobni kiloga o'tkazib qo'ysak ham bo'lgani uchun kiloga o'tkazib qo'ydik. Shu bilan mana bu misolimiz ham tugadi. Endi 7-chisiga o'tamiz. Hisoblang. Qatlamali xamirdan yarim oy shaklida tayyorlangan dunyoda mashhur bo'lichkani biri qanday atalishini toping. Hisoblashlar bajarsak, keyin nomi kelib chiqar ekan. Bo'ldi, bajaramiz. Birinchisi nima qilish kerak? 9240 ni 7 ga bo'lib 3 ga ko'paytiramiz. 9240 bo'lingan 7 ko'paygan 3. Xo'p, 7 ga bo'ladigan bo'lsak, 92 ni ichida 9 ichida bitta bor, 22 ni ichida 3 ta bor. 1320 ko'paygan 3, natija 3960. A harfiga 3960 to'g'ri kelyapti. Demak, bu joy A. Mana bu joy ham A. Keyingisi K. 1980 45 ga bo'lib 8 ga ko'paytiramiz. 1980 bo'lingan 45 ko'paytiramiz 8. 1980 ni o'zingizlar burchak usulida bo'lib qo'yasizlar. Nima chiqishini bilib olasizlar shunda. Men javobni bilganim uchun yozib ketaveryapman. 44 chiqadi. Endi o'sha 44 8 ga ko'paytirib ham qo'yishimiz kerak. Natija 352 bo'ladi. 352 mana bu yerda turibdi, demak K ekan. Keyingisi 2560 ni 16 ga bo'lib 2560 ni bo'lamiz 16 ga ko'paytiramiz 5 ga. 256 bo'lyapti, 160 bo'ladi va javob 800 chiqadi. 160 ko'paygan 5 barobar 800 bo'ladi. Demak, endi 800 mana bu yerda ekan. 987 ga bo'lib 13 ga ko'paytiraman. 980 ni bo'laman 7 ga ko'paytiraman 13 ga. 980 ni 7 ga bo'ladigan bo'lsak 140 chiqadi. Endi 140 ni 13 ga ko'paytiradigan bo'lsak natijasi 1820 chiqadi. 1820. Qaysinda bo'lyapti? R mana KR ketyapti ekan demak. Keyingisini ishlaymiz. 5310 da 6 dan 7 qismini topamiz. Ya'ni 5310 ni 6 ga bo'lib 7 ga ko'paytirish kerak. 5310 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak natija 885 chiqadi. Uni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak 6195 chiqadi. 6195. Xulosa mana bu S ekan. Ikkalasi ham 6195 bo'lgani uchun shunday yozdim. O'z-o'zidan mana uni ham 4186 ni bo'lingan 2 ko'paygan 3 ham bu chiqish kerak. 6279 chiqadi. Hisoblab ko'rsanglar ham bo'ladi. Demak, u bo'ladi. Demak, buni nomi Krussan ekan. Bo'ldi? Nomi Krussan. Shu bilan 7-misolimiz ham tugadi. Endi 8-misolga o'tamiz. Shakllarni daftaringizga kataklar bo'yicha ko'chirib chizing. Bu shakllar yuzini kvadrat santimetrda toping. Kvadrat santimetr esimizda tursin. 4 ta katak 1 hisoblanadi. Ketdik, topamiz. Gilosdan boshladik, yaqinlashtirib olaman. Mana gilos. Har 4 ta katakni bitta deb olib ketaveraman. Boshladim. Mana bu to'ralasini 1. Mana bu bilan billa 2 3 4 5 xo'p 6 7 mana bu bilan 8, bu yoqda 3 ta, bu yoqda 2 ta qolyapti. 9 degani 9 butun bitta bo'lak qolib ketyapti. 4 tadan bittasi qolyapti degan javob bo'lyapti. 9 ta butun va bittasi qolyapti deb qo'yapmiz. Endi ikkinchisi mana bu shaklni ko'ramiz. Buni ham o'sha 4 tadan guruhlab ketaveraman. 1 2 3 4 5 6 7 mana bu qolgani o'zi 8 deb beryapti. Demak, buni javobi 8 ekan. Keyingisiniki. Buni ham xuddi o'shaqa 4 tadan qilib ketaman.
1 2 mana bunisi 3 mana bunisi 4 5 6 7 8 9 10 11 bitta qolib ketdi, bitta qolib ketdi tepada. Ikkita qolib ketyapti, 4 tadan sanaganimda mana 11.4 dan 2. Endi olmaga o'tamiz. Olmani ham 4 tadan ajratib ketaveraman. 1 2 3 4 5 6 ha? Xo'p, bu yoqqa o'tamiz. Voy, uzr. Saqlaganda o'tib ketdi. Olmaga keluvdik-mi? Olmani sanayotgandik, olmaga keldik yana. Dars davom etaveraman. Xo'p, sanashim kerak edi. Xo'p, mana bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 ta qolyapti. 10 butun 3 ta qoldi 4 talikdan. Endi banan 4 tadan ajrataveraman buni ham. 1 2 3 4 5 6 va 3 ta qolib ketyapti. 6 butun 3 4. Oxirgisi ananas. Ketdik ananasjon. 1 2 3 4 5 6 7 va qolgani bo'lib turib 8. Demak, buni 8 ekan. Bo'ldi, mana bu bilan 8-misolimiz ham tugadi. Javoblarni yozib berdik. Endi 9-misol. Sxema bo'yicha masala tuzing va uni yeching deyilyapti. Sxemani ko'rib turibsizlar. Jami 70 ekan. 15 dan 14 dan 5 qolyapti, qoldi. Men masala tuzib o'tirmadim. Bo'lishi mumkin, masalan, 70 kilo olmamiz bor edi, 14 dan 5 ni sotdik, qancha qoldi degan masalalar bo'lishi mumkin. O'zingiz tuzaverasiz. Ammo yo'q, men hozir 70 dan 14 dan 5 qismini topishim kerak. 14 ga bo'lib 5 ga ko'paytiraman. 70 dan 14 ga bo'lsam 5 5 kara 5 25 kilogram. Demak, bu yoq 25 qoldi kerak. 70 ayilgan 25 qolyapti, ya'ni 45 kilogram. Shu bilan bu misolimizning javobi ham chiqdi. Javob 45 kilogram ekan. Va shu bilan mavzuyimiz ham tugadi. Salomat bo'linglar. Savolinglar bo'lsa bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi.